ko'rsatadi. Agar farzandingizga bu nima qilganing, bor oldimdan ket, meni tinch qo'ygin, bo'ldi yetar, ahmoqona gaplarni gapiravermagin degan so'zlar farzandda ota-onaga nisbatan salbiy munosabatni uyg'otish bilan bir qatorda men oilaga kerak emasman, men hech kimga kerak emasman degan tushunchalarni shakllantiradi. Ahmoqona gaplarni gapirma degan iborani qo'llash juda ham bir noto'g'ri iboralardan biri sanaladi. Ahmoqona gaplarni bolalar hech ham gapirishmaydi. Ahmoqona gaplarni kattalar gapirishlari mumkin. Bolalar o'zlarini qiziqtirgan, ularga tushunarsiz bo'lgan iboralar xususida, holatlar, vaziyatlar xususida sizga savol berishadi. Bunga erinmay, bitta-bittalab, asta-sekinlab, pog'ona tushuntiradigan bo'lsangiz, bola barcha savollariga javob topar ekan, ota-onalariga yaqinlashib, taraqqiy etishlarda imkon yaratiladi. Yana bir eng yomon iboralardan biri bu sening qo'lingdan hech qanday ish kelmaydi. Bu ham bolani kelajak hayotiga katta ta'sirini ko'rsatadi. Bola olg'a qadam bosishdan o'zini chetlay boshlaydi. Farzandingiz xatti-harakatlarni amalga oshirgisi kelmay qoladi. Meni qo'limdan hech narsa kelmas ekandi deb o'zini rag'batlantira olmaydi. Va bu bolaga juda ham qattiq salbiy ta'sir qiladi. Maktabgacha yosh davridagi bolaga va kichik maktab yoshi davridagi bolaga, shuningdek o'smirlik davridagi bolalarga eng og'ir ta'sir qiladigan so'z bu seni yaxshi ko'rmayman degan so'z. Farzandlar sizning bag'ringizga otilar ekan, sizning mehringizga zor bo'lishadi. Ular sizlardan mehr kutishadi. Ularni maqtashlaringizni istashadi. Vaholanki siz ishlayapsiz, charchayapsiz, ammo farzand buni tushunmaydi. Sizning e'tiboringizni, shu bilan bir qatorda sizning ruhiyatingizni, gaplaringiz, sizning yuz tuzilishingiz, farzandingizga nisbatan qarashlaringizni ijobiy yoki salbiy tomondan bola qabul qiladi. Aziz ota-onalar, farzandingiz necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, yoxud talaba o'quvchilarimizga murojaat qilgan bo'lar edik, ota-onalarning farzandlari necha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, ularni qo'llab-quvvatlashlarini doimiy ravishda ta'kidlab borishsin. Shunday bir tadqiqot o'tkazdik. Bola o'zini qay darajada chiroyli hisoblaydi? O'tkazgan tadqiqotimizga ko'ra, bolalar o'zlarini 100% chiroyli hisoblashar ekan. Buning natijasi ota-onalar o'z farzandlarini sen chiroylisan, sening ko'zing chiroyli degan iboralar bilan maqtashlari natijasidir. Demak, aytishimiz mumkinki, bugungi ota-onalarimiz psixologik bilimlarga egalar. Bolani ruhiy tomondan rivojlantirish, agressiv xususiyatlarni bartaraf etish uchun quyidagi mashg'ulotlarni sizga taklif etaman. Mashg'ulotlarimizdan biri bu bola qo'l harakatlari bilan amalga oshiradigan har qanday holatni, har qanday vazifalarni korreksiyalash uchun qo'llashingiz mumkin. Farzandingizga ikkita qo'lini suratini chizdirasiz va u aynan mana shu suratni chizganidan so'ng o'z qo'llari bilan muloqotga kirishadi. U qaysidir yomon xatti-harakatni amalga oshirdi, jumladan o'rtog'i bilan urishib qoldi, ukasi bilan urishib qoldi, o'rtog'i bilan urishib qoldi yoki bo'lmasam yozuvi juda ham xunuklashib ketdi. Bu holatda siz farzandingizga qo'li bilan gaplashishni maslahat berasiz va farzandingiz qo'liga o'z tili bilan tanbeh beradi. Qo'llariga ushish yomon ekanligini, yaxshi vazifalarni bajarish qay darajada muhim ekanligini tushuntiradi. Yozishni ham, qo'l bilan bajariladigan barcha xislatlar, barcha xatti-harakatlarning ijobiy va salbiy tomonlarini qo'li bilan o'zaro muloqotga kirishgan holatda aytib o'tadi. Bu bolaning ruhiy jihatdan o'ziga o'zi berayotgan tanbehlari, tanqidlarini o'zi anglab yetishiga olib keladi. Demak, bola buni atrofdagilardan emas, o'zi bilgan holatda o'z tilidan kelib chiqib so'zlay boshlaydi. Bu mashg'ulotlarimizdan biri sanaladi. Demak, farzandingizga aynan mana shu mashg'ulotni
bajartirishingiz judayam bir samarali natijalarni keltirib chiqaradi. Bu mashg'ulot bilan nafaqat ota-onalar, maktab va maktabgacha ta'lim muassasasi psixologlari ham foydalanishlari mumkin. Mashg'ulotimiz bolajoningiz nimadandir qo'rqib ketdi yoki xavotirda, uning qo'liga o'yinchoq berasiz va bolaning o'zini holatini bolaga tushuntirasiz. Jumladan, u qorong'iga kirgan edi, juda ham qo'rqib ketibdi ayiqcha. Bolajonim, aynan mana shu ayiqchani ovutgin, u qo'rqmasligi uchun nimalar qilish kerakligini o'rgatgan. Mana ko'rasizki, bola o'z tili bilan ayiqchani ovutar ekan, mana bu holatda uni silab, siypalab ovutishi kerak bo'ladi. Bola ayiqchani ovutish jarayonida o'zi bilmagan holatda nimalarni qilishi kerak ekanligi, qo'rqmaslik uchun sabablarni ko'p ekanligini anglab yetadi. Ayiqcha bilan mashg'ulotni amalga oshirgandan so'ng bola o'zining ikkita panjasini orasida ham bu mashg'ulotni davom ettiradi. Ayiqcha bilan amalga oshirilgan o'sha so'zlar, o'sha harakatlar endi ayiqchasiz qo'lning ustida amalga oshiriladi va aynan o'sha so'zlar aytiladi. Bu albatta ota-onalarimiz farzandlari bilan qo'llashlari mumkin bo'lgan psixologik korreksion mashg'ulot. Günter Horn tomonidan taklif etilgan yana bir korreksion psixologik mashg'ulotni sizga tavsiya etaman. Bu mashg'ulot bolaning agressiv holatlarini, stress holatlarini bartaraf etish uchun, o'zining xulqidagi salbiy holatlarni, salbiy xarakter xususiyatlarini ketkazish uchun juda ham katta yordam beradi va samarali hisoblanadi. Bu psixologik korreksion mashg'ulotdan ko'plab psixologlarimiz foydalanishadi. Bu mashg'ulotni amalga oshirishda biz o'zimiz ham tayyorlab olishimiz mumkin. Buning uchun bizga oddiy rangli qog'ozlar va plastilin kerak bo'ladi. Rangli qog'ozlardan yo'l yasab olamiz o'zimizga. Bu yo'limiz 4 xil rangdan tashkil topadi. Quyidagicha yo'l yasab olasiz va aynan mana shu yo'llardan qadam bosilganidan so'ng oxirida quyosh va bulutdan iborat bo'lgan joyga yetib kelishadi. Endi biz buning uchun fishkalar yasab olamiz, ya'ni bu fishkalarimiz bizning ishtirokchilarimiz sanalishadi. Fishkalarimiz nimalardan iborat bo'ladi? Bolalar o'z qo'llari bilan turli xil hayvonlar yoki istagan narsalarni yasashlari mumkin. Bu ularning ishtirokchilari bo'lib xizmat qilishi uchun. Buni albatta siz plastilindan foydalangan holatda yasab olasiz. Keyingisi yana kubik yasab olinadi. Bu kubikda barchamizga ma'lum 6 ta raqam joylashtiriladi. Demak, har tomonda har xil raqamlar, birdan boshlab 6 tagacha bo'lgan raqam. Bolalar bu kubikni tashlaganlarida 2 yoki 3 raqamlari chiqadigan bo'lsa, aynan shu fishkalar o'zlariga uy tanlab olishadi. Siz tanlagan fishkalaringiz, siz qaysi ranglardan, rangli qog'ozlardan foydalangan bo'lsangiz, aynan shu ranglarda bo'lishi kerak. Demak, siz binafsha rangdan yoxud ko'k rangdan, yashil rang, qizil rang va ho'kiz ranglarni tanlab olgan bo'lsangiz, aynan shu rangda fishkalaringiz mavjud bo'lishi kerak. Demak, qaysi har bitta rangda fishka aynan o'sha rangda bo'ladi va shu rangda yaratilgan fishkaning uychasi ham xuddi shu rangda bo'ladi. Jumladan, ko'k rangli fishka bo'ladigan bo'lsa, uning uyi ko'k rangda bo'lishi kerak. Kubik otilganidan so'ng uning o'ziga xos raqami chiqadi. Jumladan 3 raqami chiqadigan bo'lsa, ko'k raqamli ishtirokchi o'ynayotgan bo'lsa, 3 ta qadam bosib yashil uychaga yetib keladi. Bu uning uyi emas. Mehmonga keladi. Mezbon esa unga o'zining tanqidiy savoli bilan murojaat qiladi. Bu tanqidiy savolga agar mehmon bo'lib kelgan fishka javob bera olsa, mezbon uning javobini qabul qilsa, unga tegmaydi. Agar javobini qabul qilgisi kelmasa, u holatda fishkaning qaysidir qismini yoki qulog'ini olib qo'yishi, yoxud dumini olib qo'yishi, yo nimadir qism qo'shib qo'yib, o'zgartirib qo'yishi mumkin. Shu bilan bir qatorda uni yassi holatga ham aylantirib qo'yishi mumkin bo'ladi. Shu qatorda agar yassi holatga o'zgartirmoqchi bo'lsa, siz ishtirokchiga yo'llanma berishingiz kerak. Yodingda tut, agar uning uyiga boradigan bo'lsang,
seni ham yassiz holatga aylantirib qo'yishi, seni xatti-harakatingni amalga oshirishi mumkin degan iborani aytib o'tishingiz muhim bo'ladi va bola shu holatdan kelib chiqqan tarzda o'zining xatti-harakatini amalga oshiradi. Shu tariqa o'yinimiz davom etadi. Har bir ishtirokchi o'zining qadamlarini bosib o'tar ekan. Unda o'zgartirish kiritilgan bo'lsa, yashiruvchiga kelgan mehmonimizga o'zgartirish kiritilgan bo'lsa, keyingi fishkalarni tashlash davomida ko'k raqam tushishi mumkin. Ko'kka yetib kelish raqami tushishi mumkin va u ko'k raqamga tushgandan so'ng o'zidagi o'zgarishni tuzatib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, bu o'yinning samarali tomoni nimada? Samarali tomoni shundaki, har kim ham tanqidiy savollarni yoqtirmaydi. Jumladan, nima uchun sen meni kitobimni olib qo'yding? Ruxsat so'ramasdan nima uchun tegding? Yoki bo'lmasam, turli xil salbiy xarakter xususiyatlar xususida savol beriladi. Buni nafaqat maktabgacha yosh davri, nafaqat kichik maktab yoshi davri, balkim kattalar bilan ham o'tkazilishi mumkin. Ayniqsa oilaviy munosabatlar, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar, yechila olmayotgan muammolar, farzand o'zining ichidagi holatlari, emotsiyalarini ayta olmayotgan bo'lsa, shunga xos bo'lgan savollarni berishingiz jarayonida bola sizga o'zining ichidagi his-tuyg'ularini ochib beradi va javob beradi. Bu o'yinning samarali, foydali va psixologik korreksion ahamiyati juda ham katta ekan.